Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Go'ji ko'chatlarini savdosini boshlavordik. Qiziqingizlar. Buni ekkandan keyin yana ham bir 2 yilgacha maslahatlashib turasizlar. Qanday ekiladi, qanday joyga ekiladi, ekildi, ko'kardi, qanaqa obработкаlar qilinadi, nima ishlovlar beriladi. Keyin mana mevalarni iste'mol qilishlarini so'rab surishtirib o'rganib borasizlar. Birinchi yili suvni yaxshi ko'radi, ikkinchi yilga suvni unda ham yoqtirmaydi. Issiq joyda yaxshi ko'radi. O'sha tomonlarni so'rab surishtirib ekishda shularga e'tibor qilingizlar. Birinchi yil oziqa berilmaydi. Ikkinchi yilga o'tib tagiga molni gungidan bersa bo'ladi. Hozirgi biogumisga eksa bo'ladi, keyin chirigan gunga eksa bo'ladi. Shetib o'rgatib ketaveraman so'rasangizlar. Qiziqingizlar, mevalarimiz soni o'zi kam edi, shu yil ko'p shug'ullanmadik ko'chati bilan. O'sha uchun qiziqingizlar, ko'chatlarimiz kam qolyapti. Harakat qilingizlar ulgurishga. Hatto ulgurolmay qolib, 1 yilga kechikib, yana shunday ekan harakat qilingizlar, ulgurib qolingizlar. Mana sizga aytgan shifoni beradi bu. Doimiy iste'mol qilib yurasizlar, oilaviy sog'lom yashaysizlar. Buni iste'mol qilib yurgan odam deyarli hech bir kasalga chalinmaydi ham. Chunki hamma tomonlama kompleksni terapiya deyilgan mevalarini. Hamma tomonlama kasallikni qamrab oladi o'ziga. Yengib o'tishga kasalliklarda. Hozirda juda ham bir talabgorlar ko'payib ketyapti. Bir kunda 15-20 ta odamga savdo qilyapmiz. 5 ta, 3 ta, 4 ta, ayrimlari 10 talab olib ketyapti. O'zimni holimiz kamroq o'tdi shu yil. Endi kelgusi yilga niholni ko'proq qilamiz nasib bo'lsa. Shu yilga sal kamroqdi, o'sha uchun harakat qilib qolingizlar. Ulgurishga zakaz qilingizlar. Dastlabkilarimiz mavjud. Yetkazib beramiz tumanlaringizgacha. Shu uchun harakat qilingizlar. Chim bu qalamchasidan ko'ra baribir ham niholi ishonchida rivojlanib ketishiga. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Qiziqingizlar, ulgurib qolingizlar ekishga. Mana eksangiz sizga doimiy xizmatda bo'ladi. Doimiy joyga ekilsa 100 yil yashab beradi deyilganda. O'sha uchun harakat qilingizlar. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar, yaxshi kunlar yashaylik. Ishlaringizda omad, barakasini bersin.